bilan maslahat ish bor. Qanaqa? O'g'lingizni uylantirib qo'yaylik. Kimni uylantiramiz? Ibrohim Pishay qiziga. Siz dadasi bilan borib gaplashib keling. Keyin ayollar borib o'zimiz maslahat etamiz to'ylari. Ha, nimaga borib kelaydi? Hisobchilikka. Ha, ana shunga. Ha. Boramdan keyin nimalar o'tirmang, tushundingizmi? Makkalar. Dangal ayting. Hisobchilikka ketib to'y boshlaymiz deb. Tushundingizmi? Menga nima qilib o'rgatma xotin. Tushundingmi? Men o'zim bilaman nima qilish. O'g'lim qizingga nima qilibdi? Nima qilibdi? O'g'il bacha bilan qiz bacha Nima qiladi meni qizim o'g'ling? To'xtang, men qarang. Men so'zimni tushuntiraman. Qizingizni yaxshi ko'raman. Biz sovchilarga keldik, dadamning Ha, ana shu nima? Ana shunga Shunga demaysanmi? Shu fikra nima deysan? To'y qilamizmi? To'y qiladigan bo'lsak, meni shartlarim bor. Meni oyog'im tagiga bitta qora jinti. Ana. Ha. Odamlardan farq qilib turish uchun qizimni to'ydagi ovqatlar fil go'shtidan bo'lish kerak. Xullas, meni ustima gussidan kasdim. Oyog'imga do'jiga banadan oyoq kiyim bo'lish kerak. Nimasi ham kerakmi? Nimasi? Yo, so'kinish so'zini tarjima qila olmayman. Rozi bo'lsanglar shu shartlarimni to'y qilamiz. Ha, Ibrohim Pishak. Qizingga nimaga tiq? Nimami? O'yiza. Ha, ana shu, ha. Bizlarga kerak emas qizing. Davay, ketdik, nima qilaylik? 300 yosh to'ylanasan, tushundingmi? Bironta qiz topma shunga yoshacha. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Bilgandim. Ikkalalari qo'langni hech ish kelmasligini bilgandim.